Assalomu alaykum, hurmatli Namangan Taxta Bozor kanali a'zolari. Xudo xohlasa bugungi sanamiz 2-aprel sanasi 2026-yil. Video olishimdan sabab Namangan Taxta Bozor kanal a'zolari. Kanal admini men bo'laman. Xudo xohlasa ismim Abdulbosit. Namangan shahar Shamshiboy bozori 3-rad 573-574-joyda savdo qilaman. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha bu videoni olishdan sabab juda ko'pchilik musofirdagi akalarimiz bu yerga kela olmasdan narxini bilishliklari uchun qo'ldan kelgancha arzonlatib narxlarni chiqarib qo'yib borishga harakat qilaman. Sizlardan bittagina iltimos, do'stlarga yuborib kanal rivoji uchun like bosib tursanlar, inshaalloh hamma ma'lumotlarni to'liq berib o'taman. Telefon raqamim 90 222 44 77. Ismim Abdulbosit. Mana shu nomerimda WhatsApp, Telegram, imo hamma narsa bor. Bemalol telefon qila olmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, через internet orqali murojaat qilsani bo'ladi. Hammaniga qo'ldan kelganicha yanada ma'lumot tushunarliroq qilib, agar xato o'tgan bo'lsa videoda to'liq ma'lumot berib o'taman. Bemalol zakaz qilib, xudo xohlasa buyurtma bersani bo'ladi. Buyurtma asosida aytilgan razmer chiroyli taxta bo'ladi. Uyda o'rgandan keyin shofirdan qabul qilib, ustalaringiz yoki uydagilar qabul qilib, shofirdan pul beraversa bo'lardi. Ko'proq dastavkaga kelganda, klientlarda savol-javob bo'lib qolganda, hozirgi aytib o'tadigan narxlarim ichida dastavkasi yo'q. Dastavkasi xizmati отдельно bo'ladi. Mashinalarimiz bor, arzonroq qilib ishinglarni bitkazib berishga, narxini arzon qilib gaplashib beramiz. Videoni boshlayapman. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha bittadan like bosib qo'ysana, hamma narsani ma'lumotini berib o'taman. Inshaalloh 6 metrlik bruslarimiz kelgan. Strapl bor, shifr reyka 3 xil razmerdagisi bor, 6 metrli reykalar, 4 metrli strapl 3-4 ta razmerda bor, to'sinli lagerlilar tushgan. Xudo xohlasa hammasini ma'lumotini video davomida ko'rib o'tasizlar. Inshaalloh sizlardan iltimos ozgina vaqtinglarni olaman. Sababli xudo xohlasa noo'rin vaqtinglar ketmaydi. Inshaalloh ma'lumot o'rinda aytib o'tganimizdek kerakli video bo'ladi hammaga. Videoni boshladim. Uzunligi 6 metrli 14 ga 4 razmerda rossiyskiy sasna holati qo'l suxoy. 100% qo'lanmas, 100% quruq emas. Inshaalloh katta bitog'i, garbil defekti yo'q. Ozmoz ko'kargani bo'ladi. Strashniy narsa emas bu ko'kargani. Singan, chirigani, xunuga chiqsa qolaveradi. Inshaalloh tanlab chiroylidan chiqarib beraman. Narxi 135 minggacha qo'ygan edim. 130 ming so'mga tushirib qo'yganman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 32-33 lik taxta emas. 4 to'liq, kengligi 14 sm, uzunligi 6 metrli. Narxi 130 ming so'mdanga. 9,5 ga 9,5 gacha ko'rsatadi. 9 ga 9 kelgan plyusovoy razmerda 106 metrli. Buni tagi juda ham ko'p. Yangilik xudo xohlasa yana tushadigan. Narxi 220 ming so'mdanga. Bu 6 metrli straplni xuddi shunaqangi qilib, zakaz asosida kimgadir kerak bo'lsa 5 metrga ham kelishuv asosida kesib sotaveramiz. Uzunligi 6,20 gacha chiqqanligi uchun bu yerda 1 metrdan uzun. Bu yerda esa 20 ga 5 listovinitsa holati zo'r, to'rqira. Mana katta pachkasi. Inshaalloh katta bitog'i, garbil defekti yo'q. Yuzasini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday qilib buni ham 5 metrga sotaveramiz. Narxi 285 ming so'm 6 metrlik holatida. 5 metrga alohida narx bo'ladi, kelishiladi. Xudo xohlasa, kimgadir ma'qul kelib qolsa 5 metrga ham kesib sotaveramiz. Kengligi 20 minus, qalinligi 5 minus. 19,8 ga 48 dan 5 gacha ko'rsatadi. Shuni hisobiga minus razmerida aytamiz. Yaxshi taxta xudo xohlasa. Narxi 285 ming so'mdanga. Bu yerda esa 6 metrli shifr reykaga budjetniroq varianti. Kengligi 4,5 sm, qalinligi 3,1, uzunligi 6 metrli. Bu yerda tagi juda ham ko'p. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 6,000-7,000 metr bor. Har qancha obyektga xudo xohlasa yetkazib bersak bo'lardi. Narxi 6 ming so'mdanga. Kengligi 4,5, qalinligi 3,1, uzunligi 6 metrli to'rqira donali reyka. Bu yerda esa 14 ga 14 minus, 13,8 ga 13,8, 15 ga 9 burus 6 metrli. Xudo xohlasa toza sasna, holati to'rqira.
oppoq holatda 15 ga 9 ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa 14 ga ozmoz ko'kargani bo'ladi. Toza sasni dorilamaganligi uchun ko'karadi. Xudo xohlasa 14 narxi 530 ming so'm. Ana kesilgan. Kimgadir 3 metrlik kerak bo'lsa 3 metrga ham kesib sotaveramiz. 14 deyarli shunaqa bitoqsilari ham ko'p. Narxi 530 ming so'm, 15 ga 9 sm razmeri. Bunisining narxi 335 ming so'mdanga. Lestvenitsini aytib o'tdim. Bu yerda esa 6 ga 4, uzunligi 6 metrlik. Qaydadir kapilka deyishadi, kimga qaydadir dastak deyishar ekan. Xudo xohlasa, qo'llik. Biz o'rganganimiz qo'llik, o'stirmalikka ishlatadigan deyiladi. Xudo xohlasa, aytilgan razmerda 508 ga 4, uzunligi 6 metrlik, 6 ga 4 so'rab kelganga ko'rsatiladigan razmerda bo'ladi. Noto'g'ri tushunib qolmani. Hammasini qo'ldan kelganicha ma'lumotini berib o'taman. Xato kamchiliklar uchun uzr. Xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Sizlardan iltimos aytib o'tganimdek, kanal rivoji uchun, juda ko'pchilik ko'rishliklari uchun sababchi bo'lib qolasizlar. Xudo xohlasa, yordam tariqasida do'stlarga отправка qilib qo'ysani maqsadga muvofiq bo'ladi. Narxi 10 ming so'm uchirib qo'yganmiz, narxi o'zgarmagan, ko'tarilmagan. Uzunligi 6 metrli, 6 ga 4 donali reka. Oldi orqasi to'rqirra bo'ladi. Ulog'i, garbili yo'q. Bu yerda esa 5 ga 4. To'liq 5 sm, qalinligi 38 4 gacha ko'rsatadi. Uzunligi 6 metrli, ideal holatda toza sasni, deyarli xuddi shunaqangi bitoqsiz 90%, 85% ga bitoqsiz deb turib, o'verim bular aytamiz. Sababi donali rekani pachkalab taklab qo'yilgan. Sababi sanovi chiqishi uchun bu yerda yumalab ketmasligi uchun pachkalab qo'yilgan. Asli donali reka bo'lgan. Narxi 9 ming so'mdanga. Buni tushungan odam, bilgan odam juda ham ko'p olishgan. Xudo xohlasa, to'liqroq, qalinroq razmer so'raganlar uchun assortimentga bu bor. Hamma razmerdagi taxtalarimiz bor. Xudo xohlasa, buni ham razmerga chiqarib qo'yilgan. Bu yerda esa 9 ga 4, uzunligi 4 metrli, pilosovoy razmerda, belyardi taxtasi, bular hammasi 6 metrliklar. Toza sasni holati, oldi orqa standart to'rqirra taxta. Buni bir donasi 55 ming so'mdanga narxi chiqadi. Kengligi 9 pilis, qalinligi 4 pilis, uzunligi 4 metrlik to'rqirra. Ozgina ko'kargan, lekin quruq, bir 70-75% taxta bitoqsiz. Holati yaxshi to'rqirra, chasni taxta. Bu yerda esa kengligi 11,5 ga, qalinligi 33-34, uzunligi 4 metrli. Holati yaxshi. Ozmoz orqasida avzoli bor. 11,5 ga 3,5. Deyarli 11 ga 32 narxida bo'ladi. Narxi 62 ming so'mdanga. Suxoy taxta, zavod taxtasi, mana ko'rishingiz mumkin. Yel taxta sorti. Uzunligi 4 metrli. Oldilarini, tepalarini ham upakovka qilib, sababi qoraymasligi uchun, oftobda sarg'aymasligi uchun, yomg'irlardan saqlab, xudo xolasa upakovka qilib, o'rab qo'yilgan, zashta qilib. Narxi 62 ming so'mdanga, 11,5 ga 34. Bu yerda esa yangi partiya tushgan yukimiz, kengligi 15,5, qalinligi 28-29. Apalovkaga, Lesaga juda ham ko'p so'rov bo'ldi, orada uzilib qoldi, xudo xolasa. 15 pilosovoy, qalinligi 28-29, uzunligi 4 metrli yel sorti. Mana 100% suxoy. Xotirjam ko'tarsangiz ham bo'lardi. Sababi Apalovkaga ishlatadiganlar hozir og'ir bo'lib ketyapti. Yengilroq tushsin, suxoyda ko'p so'rov bo'lganligi uchun buni ham tushirib qo'yganmiz. Zakaz asosida buni narxi 75 ming so'mdanga, buni bitta donasini kilogrammi ham почти 3 yoki 4 kilogramm chiqadi taxta. Og'ir emas, vesi yengil. 100% suxoy. Taxtani oldi orqasi hammasi xuddi shunaqangi ideal holatda to'rqirra. Bez defekt, bez nuqson. Inshaalloh qo'ldan kelgancha buni ham chiroylilab zakaz asosida chiqartirganmiz. Xudo xohlasa zakaz qilsani chiroyli qilib ishini ham bitkazib beramiz. Narxi 75 ming so'mdanga, Apalovkaga, Lesaga bemalol razmer chiqargani 15 pilosovoy. 15 kam bo'lib qoladi, orada tortilib qoladi. Xudo xohlasa muammo yo'q. Muammo bartaraf qilingan, bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Yine 15 pilosovoy. Bu yerda esa doimiy sotuvda bo'lib turgan, kengligi 18 pilos,
qalinligi 48-49. 5 gacha ko'rsatadi. Ya'ni primerni minimalga ko'rsatadigan razmeri 48-49 mm. Uzunligi 4 metrli zavod sushilka suxoy taxtasi. İnsonchilik, adashilmovchilik bo'ladi. Aytilgan razmer bor edi. Aytilgan razmerdagi taxta ishonchli sifatli bo'lib boradi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini tushuntirib o'tyapman. Kamchiliklar bo'lsa uzr, agar qaysidir xato bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Kengligi 18+, qalinligi 48-49, uzunligi 4 metrli lestvenitsa. Holati zo'r, tozasi ajramagan, mana bitta oqsi tozalari. Buni narxi 152 ming so'mga qo'yilgan, ko'tarilgani yo'q. Narx bitta narxda ushlab turaman. Sababi fikringiz o'zgarmasligi uchun kimgadir zaddeshga bo'lib qoladi, pulni kelishi, o'sha hisobiga narxni o'zgartirmay ushlab turaman, bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Inshaalloh narxi aytib o'tganimdek 152 ming so'mdanga 18 ga 8-9, uzunligi 4 metrli. Bu yerda esa kengligi 14, qalinligi 4, uzunligi 4 metrli beliarri sasna taxtasi bu ham. Holati yaxshi inshaalloh. To'rqirra. Katta bitoq garbil bo'lmaydi bu taxtada. Narxi 88 ming so'mga bemalol ko'rishingiz mumkin. Buni ham Lesaga, Apalfkaga olishadi. Juda ham ko'p so'rov bo'lgan, to'liq razmerda mayda bitoq, kam bitoq taxtaligi uchun ko'proq olishadi buni. Narxi 88 ming so'mga tushirib qo'yganman. Bu yerda esa yangi partiya tushgan 15+, qalinligi 4-8-9, uzunligi 4 metrli ideal sostoyanida bo'lgan lestvenitsa. Buni ham xuddi yonlarigacha upakovka qilib, oldilariga chetnamasligi uchun, yomg'irda yo'qsa chang sachrab oldilar sarg'aymasligi uchun, qizarmasligi uchun upakovka qilib qo'yilgan. Buning sababi shu. 2 qavatdan qilib, tepalarni ham 2 qavat qilib o'rab, inshaalloh kinoylarimizga shunday qilib ishda qilib saqlab turamiz. Sababi juda ham ko'p so'rov bo'lgan taxta. Mana orqasi ham to'rqirra. Ma'lumotlarni shunaqa qilib yetkazib beramiz. Boshqa taxtalarni ham old orqasidan rasmga olib tashlab ham beramiz. Mabodo ko'nglingiz chiqmagan videodagi taxtalar ma'lumotlari bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Xudo xohlasa, uzunligi 4 metrli. Narxi 125 ming so'mga. 15 ga 8-9, uzunligi 4 metrli. Bu yerda esa o'sha mashhur bo'lgan pollik taxtamiz, ichiga 2 oy garantiyasi bor. Singani, chirigani, yaroqsizi chiqsa, pulingiz obratno qaytariladigan taxta garantiyasi. 2 oy ichida qoqilmasa, xuddi mana shu garantiya o'tadi. Sababi bugun olib 1 oy, 1,5 oydan keyin qoqtirasiz. Ustini kutadi ko'pchilik. Juda ko'pchilik haligi misol uchun pol qoqadigan vaqtini kutishadi. O'shaning hisobiga 2 oy garantiya beraman ichiga. Singani, yaroqsizi chiqsa, chirigani chiqsa, tushgan butog'i chiqsa, pulingiz obratno qaytadi. Yerda butun buni tarafi rasmga olib tashlaysiz. Haqiqatda shu taxta bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Bezatkaz, pulingni obratno qaytadi. Taxtini qaytarib olmayman, pulingni obratno qaytarib beraman. Sababi sizlar ziyon zarar ko'rmasligingiz uchun. Mana tig'lari bir-biriga kirishlari ham yumaloq tig'da ochilgan. Tig'i tarafi 7 mm, uya tarafi 8 mm ochilgan yumaloq tig'da. Zashniy sloy 1 mm qolgan, bir-biriga tegib qolib, yuzasi stek bo'lib qolmaydi, ochiq qolib. Holati zo'r. Bitta qo'l bilan aytilgan nuqtaga kirgizib olsa bo'ladi. Sababi buni hamma taraflama akkuratlik qilib ochib, tig'larga e'tibor berib, old orqa standart taxta qilib ochilgan. Inshaalloh bu eksport variant. Narxi 61.500 so'm chiqadi. Sababi buni 58 ming, 59 ming, 60 mingdan sotishganlar bor. Buni nima farqi bor deydigan bo'lsani, buni yaroqsizlarini, vanlarini, singan chiriganlarini ichiga qo'shmasdan alohida отдельно ajrattirib ochtiriladi. Uverin bo'lib aytishimiz sababi ham insonchilik, ya'ni ichida o'tib ketgan bo'lsa deb turib o'shanga garantiyasini beramiz. Sababi o'zlari musofirda bo'lib juda ham ko'p zakaz olib chiqarib o'rganligimiz uchun xotirjam aytamiz. Olgandan keyin insonni og'zi kuyadigan ish qilmasligimiz uchun garantiyasi bor. Inshaalloh 61.500 so'm, kengligi 11.2, qalinligi 208 qolgan.
uzunligi 4 metrlik. Mana taxtaning yuzasi oq butoq bo'ladi, singan chirgani yo'q. Buni ham aytib o'tganimdek, bu oldi tarafdagi zashtasi, yonida esa 2 qavat. Buni ham o'ralgan. Tepasida bir qavat, yana tepasidan ikkinchi qavati bor. Sababi bu sarg'aymasligi uchun, laklanganda chiroyli effekt berishligi uchun Xudo xohlasa upakovka qilib o'rab qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Past tarafdan suv sechiramasligi uchun yomg'ir yoqqanda, ustilardan baribir o'tadi ozmoz u, ma'lum miqdorda. Xudo xohlasa sababini qilib o'rab qo'yilgan. Bu yerda esa shifr reka, kengligi 5 plus, qalinligi 3,1, uzunligi 4 metrlik, 1 metri 6400 so'mga to'liq razmerdaligi uchun narxi balandroq chiqadi. Bu yerda esa vagonka, sasna, uzunligi 4 metrlik, narxi 40 ming so'mga tushirib qo'yganman. 43 minggacha sotilgan. Xudo xohlasa bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu to'pda saqlanadigan folligimiz, xudo xohlasa oldi sarg'aymasligi uchun sababi. Kengligi 14,5 ga, qalinligi 3,5. Uzunligi 4 metrlik. Buni narxi 80 ming so'm. Bu yerda esa buni listvenitsasi. Kengligi 12,5 sm, qalinligi 3,3, uzunligi 4 metrlik. Buni bitta donasining narxi 70 ming so'm. 4 qirra, katta butog'i garbili yo'q. Mayda butoq. Donasi 70 ming so'm. Bu yerda esa yangi partiya tushirganmiz, xudo xohlasa, Suxoy Pollik zavod taxtasi. Xuddi shu ham aytib o'tganimizdek, u asli neinteresniy narsa bu. Oldilargacha upakovka qilib, tepasi 2 qavat, oldilargacha 2 qavat, yonlargacha upakovka qilib, zashta qilingan taxta bu ham. Xudo xohlasa, bizdan oladigan egalarga chiroyli holatda yetib borishligi uchun. Kengligi 9,5 sm, uzunligi 4 metrlik mayda butoq, tushgan butog'i, katta butog'i yo'q bunda. Eshak butoq deyiladi, yo'q bo'lsam o'zak butoq deyiladi. Katta butoqli taxta emas. Inshaalloh holati zo'r taxta, ideal holatda ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p so'roq bo'ladi, tagidagi ikkita chizig'i nimaga deb turib. Bu oldidan olganda mana shu holatda vid beradi. Chekkalarini ko'tarmasligi uchun, apilka chiqishligi uchun bunda quvvatsizlantirish uchun, ikkita yonni ko'tarmasligi uchun. Asli bu taxtada misol ko'proq katta taxtalarda chiqariladi. Ya'ni buni ham qanaqadir foyda tarafi bordir u, xudo xohlasa, lekin узкий taxtalarda asli shart emas. Mana holat. Kengligi 9,5 qolishi, qalinligi 1,9 qolishi, uzunligi 4 metrlik. Bunda ham xuddi shunaqangi 5 mm tig'i, 6 mm uya tarafi. Qalinligi qolishi 1,9 cm, uzunligi 4 metrlik zavod holatdagi Suxoy taxta. Uzunligi 4,1 cm bo'ladi. 4 metrdan kalta emas inshaalloh. Buni ham aytib o'taman, xudo xohlasa, kimgadir to'liq 4 metrli olishadi. Ba'zi bir taxtalar bor, 3,98,5 qoladi, yo bo'lmasa 3,98 qoladi, yo 3,99 qoladi. Shuni hisobiga bu 4 metrdan uzun taxta. 4 metru 1 cm plyusi bor. Sababi 4 cm taxtadan 3 cm oldi orqasidan kesiladi. Mana shu vidni chiqarishligi uchun tarsovka deyiladi. Xudo xohlasa, narxi 35 ming so'mga. Suxoy taxta. Mana yuzasi. Yo'llardan ko'rishingiz mumkin mana. Akkuratniy qilib o'chirilgan. Narxi 35 ming. Uzunligi 4 metr, razmeri 9,5, qalinligi 2 cm qolishi. Mana. Yonda xayol ochiladi, sababi bu taraflardan ham havo kirib turadi. Mana yo'llarda upakovka qilingan. Aslan quyosh tushadigan joyda yopiq turadi, sarg'aymasligi uchun. Oppoq holatda. Bu yerda esa 12,5 cm, qalinligi 2 kg bor. Bunisining narxi esa 47 ming so'mga, kengligi 12,5, qalinligi 2 qolgan, uzunligi 4 metrli Suxoy sasna taxtasi. Abrushotkali. Kengligi 7,6 ga 2, uzunligi 4 metrli 25 ming so'mga sasna. Bu yerda esa 9,4 ga 2 donali, tozasi ajramagan Suxoy taxta bu ham qora pechatli taxtasi.
Xudo xolasa torqiri. Buni narxi 32500 so'mga pollikka ham ishlayveradi. Sababi oddiy polli, bo'lmasa abrushodkaga serbaroqni so'rashganligi uchun tushirib qo'yganmiz. 32500 so'm, kengligi 9.4, qalligi 2 qolgan. 14 ga 4. Uzunligi 4 metrli. Holati zo'r. 115 ming, 110 ming, 120 minggacha sotishgan buni bozorda. Buni narxi esa 95 ming so'mdan. Kengligi 14 ga 4, uzunligi 4 metrli. Xohlasa zavod suxoy taxtasi. 95 ming so'mdan bemalol ko'rib zakaz qilsani bo'ladi. Inshaalloh holati suxoy taxta. Bu yerda esa 14 ga 34 to'liq razmeri. 33-34 ko'rsatadi. Suxoy taxta, mana bunaqangi yopishgan o'ziga yarashadigan oq butog'i bor. Tushgan butog'i, garbil defekti yo'q. Zavod old orqasi xuddi shunaqangi standart suxoy taxtasi. Narxi 77 ming so'mdan strapellini katta razmeriga. Bu esa 9 sm ga, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrli, 88 ga 3,5. Narxi 50 ming so'mdan donasi. Bu yerda esa 208 cm, kengligi 9 dan katta qolgan, uzunligi, qalinligi to'liq 208 qolgan. Buni tig'i farqli 4 metr bilan, lekin kirishiga u verim bo'lib garantiya bersa bo'ladi. Sababi mana kirish holatini ham ko'rsana bo'ladi. Narx 42 ming so'mdan. Uzunligi 3 metrligi. Qalinligi toza 208 qolgan, kengligi 9 plus. Uzunligi 3 metrli mana. Toza sasna. Buni upakovka qilinmagan, donali. Har qancha kerak bo'lsa bor. Uzunligi 3 metrli, bundan bu yog'iga surga, karavotlarga olishadi. Narxi 42 ming so'mdan. Bu yerda esa kengligi 10,5 gacha ko'rsatadi. Qalinligi 3,5. Uzunligi 4 metrli. Narxi 53 ming so'mdan. Budjetli varianti strapellikka. Xudo xohlasa videolar ko'rib o'tganingizdek kerakli ma'lumotlarga asosli bo'lib, xudo xohlasa video olingan. Kamchilik bo'lsa, tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, avvalambor uzr. Yana bir bora sababi insonchilik xato bo'ladi. Ma'lumotlarni berib o'tdim. Bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha aytilgan razmerdagi taxtalarni chiroyli holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Bemalol zakaz qilishinglar mumkin. Inshaalloh keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Alloh taolo yaxshilikni ko'rishni nasib qilsin.